Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun biz robototexnika to'garagida elektron tasbih loyihasini ishlab chiqdik. Bu loyihani amalga oshirishda kerak bo'ladigan modullar bilan tanishtirib o'tsam. Birinchisi bizga kerak bo'ladigan dastur C++, ya'ni Arduino Sketcher'da kod yozib olamiz. Keyingi bizga kerak bo'ladigan modullar esa USB kabel, Arduino Uno mikrokontrolleri, jumperlar, keyin display, button, ya'ni bu button bizga kerak bo'ladi, ya'ni zikrlar sanog'ini sanashda har bosganimizda ko'tarilib boradi. Keyingisi esa bizga kerak bo'ladigan modul bu buzzer. Buzzer bizda zikrlar sanog'imiz har 33 taga yetganda ovoz berib turadi. O'shaning uchun ishlatamiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana ovoz chiqardi. Ya'ni har 33 taga 33 ta bosganimizda ovoz berib turadi. Qisqacha elektron tasbih loyihasi haqida edi. Kanalga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.